Hammaga salom akalar, sizlar bilan men Jahon Gamers yoki Jahonbiro akalar. Bugun sizlar bilan biza Minecraft o'ynaydigan bo'lamiz. Va bu yana o'sha davomi. Bitta o'zim o'ynayman, выживание qilib. Zo'r. Короче, bugungi planimiz bu uyni takancha qurib bitirish va bu uyga karavat va boshqa narsalarni, dekoratsiyalarni kirgizish. Главный planimiz shunaqa. Так. Все. Planni tushuntirdim. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Mana barcha daraxtlarni tiqib tashlaymiz bu yerga. Все. Bo'ldi. Tak. Tak. Oq daraxt kerak bo'lyapti. Daraxtdan normalniy. Короче, buni barchasini daraxt qilib tashlaymiz. Ровно 64 deganimiz bitta. Ne qildim? Voy harama. Okalar, o'tgan video tugagandan keyin o'ynamadim. Mana уже polni yasab bo'ldik. Sindi. Shuni qilamiz. Dekorativniy narsalarni tiqamiz. Ko'taramiz. Tak. Oshqozon ochibdi. Mana shtrixlarni ishlab bo'ldik. Endi ikkinchi etajga tokcha bo'ladi. Bu yerdan quramiz. Tak. Bizga endi daraxtlar o'sib bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. O'smayapti daraxtlar. Tak. Daraxtlarni ekdik. U tomonga borib daraxt chopish kerak. Daraxt bizga ko'p kerak bo'ladi. Chunki ikki qavatli uy yasayapmiz. Albatta. Asal eshak. O'tgan videodagi eshak-ku. Mevt olish kerak edi asallardan. Uning uchun nima kerak? To'g'ri. Kastor kerak. O'choqmi nima edi? Ancha bilmayman. O'zingizlar to'g'rilab ketasizlar. O'choqmi? Ruschasini bilaman. Ruschasini biladi. O'zbek tilini unutishgan. O'zini родной языгini xuddi menga o'xshab. Так. Ting. O'qalaman bir kunda bir nechta video tushirib tashlashim kerak, chunki voy harama. Chunki nima desam bo'ladi? Yana o'qish boshlanib ketsa, men sizlarga video tushirib berishim qiyin bo'lib qoladi. To'garaklarim bor. Dam olish bo'lsa ham biz to'garakka boramiz. Biz o'qiydigan odammiz. Shuning uchun bir kunda 1-2 3-4 video tushirib tashlashim kerak. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Shuning uchun oldindan narsalarni bajarib qo'yaman. Tak. Ayol.
Vah. Kunam isib ketdi. Mayli. Kunam isib ketdi. Yaqinda cho'mishga boramiz. O'sha kanallarga militsiyadan qochamiz. Yana o'sha eski davrlardek deb aytaverasan-da. Kattalarsiz qanaqa kanal shu yerlarga bormang. Chunki oyog'ingizda tomir tortishib, Xudo saqlasin, anaqa bo'lib qolishi mumkin. O'zingizlar bilasizlar. Tushunib olaverasizlar. Akalarim, jigarlarim, pochkalarim 45 ta daraxt birga yetadimi? Yetmaydi. Tak. Yetmaydigan o'xshayapti. Tak. Takam bu yerga yasash kerak. Hop. To'g'rilaymiz. Bu dunyoda hamma narsani to'g'rilab bo'ladi. Bu yerda pochkalar turadi. Bu yerda anaqa narsa. Ana bu yerda eshik, bu yerda bir narsa. Ikkinchi etajda yana bir narsalar bo'ladi. Juda ham ko'p narsalar bo'ladi, akalarim. Tak. Bunaqa. Tak. Akalar anaqa videoda tuq degan tovush kelayotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Chunki men naushniksiz o'ynayman va kalon ana mikrofonga mana tiq tegib qo'lim tiq degan ovoz eshitiladi. Shuni ham qo'lim qiyshiq bo'ladimi? Bo'ldi. Ikkinchi qavat ham tayyor. Bu yerda balkon bo'ladi. Bu yerdan bu yergacha. Bu yerda kravat bo'ladi. Yana bir narsa yasaymiz. Yasaydigan narsamiz ko'p. Tak. Daraxt chopamiz. Daraxt chopishimiz kerak. Yangi topor kerak. Topor yasadik. Olg'a. Biz dunyoni egallab olamiz. 10% qoldi. Tak. Nima qilsam bo'ladi? 10% da video tushirib ulgurarkanman. Tak. Oq daraxtdan chopish kerak edi. Lekin hali ham chopmadim. Anaqa archalar bormi bu tarafda? Archa? Yo'q, archa jon archa. Bir narsa. Tak. Okalar meni videolarim anaqa ssenariysiz tushiryapti. Chunki ssenariy yozishni bilmayman. Tem bo'la bitta o'zim tushiraman. Davlat miyasi yo'q uni. Anaqa shuning uchun videolarim ssenariysiz bo'lyapti. Agar bo'lajakda obunachilarim ko'payib, aktiv ko'tarilsa, albatta ssenariy bilan video tushiraman. To'xta it. To'xta. Mol. Tak. Burada hech narsa yo'q ekan. Bu yoqqa harom.
Menga seni jiplaring kerak. Meni urishyapti. Meni urishyapti. Qaramda. O'z egangni qo'riqlamoqchimisan? Ko'ja berdi. Iplar qani? Iplar qani? Mana ekan-ku. Qancha o'rin yedirar ekan? Yarim o'rin. Sizlar ko'rmadinglarmi hech kimni? Qilmadimi? Zo'mini go'shi. Itimga beraman davlatga. 10 daqiqa o'tib ketdimi? Jallod. Tak 28 kamchilik qiladi. Keyingi videolarda qazilmashlarni boshlaymiz. Grip bo'lman. Grip bo'lsam ham sizlarga video tushiryapman chiqarlarim. Tak. Qazilmashlarni olib borib temir yoki almasniy bronyalarda yuramiz chiqarlarim. Tak. Okalar yangi plan tuzdim men. Kecha planimni video qilib yaratsammikan, yaratmasammikan? Qanaqa deb o'ylaysizlar? Anaqa vat boru, do'zax portalda. O'sha yerda yashab qolmoqchiman. Bitta o'zim. Nezer branya yasagancha. U tarafda juda ham qiyin bo'ladi, chunki yo u yoqda tosh yo'q, yo daraxt, xo'p, daraxt bor. U yoqda faqat oltin branyada yurasan. Oltin branya o'chirasan. Oltin kerak. Oltinni qazish uchun esa tosh, hatto tosh ketga kerak. Tosh ketga esa bizda yo'q. U yoqda tosh yo'q, tosh. Challenge qilib ko'rmoqchiman-da. Qilsam-mikan? Tak. Olma. Nechta olma bor menda? 2 ta olma bor ekan. Xo'p, hozircha bu edi. Tushib ko'ramiz. Temir chiqib qolsa-chi? Ko'mirmi? Ko'mir topdik, lekin temir topmadik. Temir yo'qmi? Temir yo'q ekan. Xo'p, ko'mirni hozirmiz ana. Ko'mir ham kerak. Mol ekan-ku, mol. Xo'p. Tak, domay. Uyga borib, uyimning 2-qavatini yasayman. Yerning ustida lava ekan. Nima bu yer lavaga bosyaptimi? Tushunmayapman. Ayim tushunmaganskiy. Tak. Ikkinchi qavatga. Buxar etganda bittadan oldim jonim. Oydod. Tot. Sinib qolsa. Tak. Bu yerga qo'yamiz. Kecha. Tak. Buni bu yerga qo'yamiz. Keyin buni bu yerga. Bu yerga yana daraxt ko'payib ketdi. To'xta. Bu yerga qo'yaylikchi. Albatta men kelishtiraman bunaqa narsalarni. Tak. Endi 1, 2, 3, 4.
bir. Geçe. Ah, bu yok. Öldürem sen bir ki. Cellat. Bular nimaga meni urishmayapti? Tapurim yo'q, to'xtab tura olsam. Hech yoqqa qochib ketma, tvar. Menda tosh yo'q. Tosh qaziymiz. Deb yo'rim qochib ketib yo'q. Yo'q, qorong'i tushyaptimi? Men tushunmayapman. Qorong'i tushyaptimi? Dek, bu yoqqa jallat. Nima deyotganing hozir bu yoqqa? Men o'ldiraman. Ikkinchisi qayerda uni? Mana ekansan. Qo'tir bosh kuda qochyapsan. Ha, tvar. Sirazi kelding-a? Kumush qo'yibdi. Nima dedi? Hech nima bermadim. Mol ekan. Yo'q. Tum bo'ldi. Yasha. Xipti yo'q. Uxla. Zombi bombi kelib qoladi. Haydaydi. Tak. Nimaga bu yoqqa ketmayapman? Tak. Men tushunmayapman. Men endi tushundim. Tushunganski. Bu yerda bitta daraxt qo'yibdi-ku, bitta emas, ikkita ekan. Ana bo'ldi. Voy, tvar, kichkina bo'lsin. Bo'lmaydimi? Hop, bu yerni olib tashlash kerak. Bu bitta blok ko'p bo'lib turibdi. Yuqoriga chiqib ketgan. Tak. 3. Tak. Bunaqa bo'l. Bitta blok yetishmayapti. Tak. Bu yerda eshik bo'ladi. Ikkitalik eshik bo'lishi shart. Bu yerda panoramli okna bo'ladi. Buni bunaqa qilib olamiz. Yoki boshqacha qilsam ekan. Bunaqa qilsam ekan. Tak. Qanaqa qilsam bo'ladi? Xo'p, mana shunaqa qilib tursin. Bu yer yopamiz. Yoki oyna qo'ysam ekan, jigarlar. Tak. Yuqoriga chiqishim kerak qolgan. 1 2 3. Nuch nimaligini kim biladi? Bularni olib tashlaymiz. Bu meshet beryapti. Menda yana bunaqa nechta daraxtning o'zi bor. Daraxtning o'zi kam ekan. Yana bitta daraxt bor. Hut bo'ldi. Har kirisha yasash kerak. Uyni shiri problemaga to'lyapti hamma yer. Tak. Bu yerni ham yopamiz. Tak. Sal qoldi tushib ketishimga. Bizga yana daraxt kerak. Menimcha shuncha yetib qolish kerak. Tak, bu
Bu yerni mana bunaqa qilamiz. Ana. Idealno. Tak. Menimcha eng ko'p ishlatadigan so'zim bu tak bo'lsa kerak. To'g'rimi? Bu yoqki. Voy harom, to'g'ri tur yoniga boraman. Ketib qolma faqat. Bir bo'lib ketmay qoldimi? Bu yoqki sen harom. It. O'ldiraman o'zini. Arqamdan hujum qilyapsan. Sen bu yoqki mol. O'lma jonginam. Mana o'ldi. Bitta ham oldim ber. Met beribdi, metni. Nima? Mis. Socha bo'lmasligini. Kilosi 50 ming so'm. Bizda ovqat yo'q. Ovqat yeyishdim. Zo'r bo'lyapti menimcha. Menga yoqyapti. Yuqoriga chiqishim kerakmi? Yo'q, chiqmasam ham bo'lar ekan. Bitta. Hoy. Yana daraxt, to'xta, bu yerda daraxt bor-ku. Nima qilaman u tomonga borib? Haramlar. Bu nima endi bu? Buni kichkinagina daraxt bu o'sela bo'lmaydimi? Bo'ladi-yu, men kichkinagina daraxtdan. Bor yo'g'i 5 tagina. Mana bunaqa bo'lsa bo'ladi-yu, mana bunaqa. Kecha Instagramda ko'rib qoldim-da. Anaqa vat bor-ku, at bor-ku, tuzoq. O'shanda piglilar bor, bilasizmi? O'shalar anaqa anime qizlarga o'xshar ekan. Instagramda chiqib qoldi shunaqa video. Ko'rish kerak bu. Lekin ko'rish kerak. Life hack. Ko'rish kerak. Tak, yuqoriga chiqamiz. Bu tarafni tagancha chopamiz. Toporim singuncha. Ana. Tak, 12:30 bo'ldi. Tak. Free Fire'dan ham video olish kerak edi bu. 43-o'ribman. Menga durza tashab qo'yinglar, jahon baro degan. Yoki Uz Samuray, meni akkauntim ko'p. Harom. Meni akkauntim juda ham ko'p. Uz Samuray, jahon baro, solo game. Solo game'da faqat men emas, men do'stim o'ynaydi. Shuning uchun menda akkaunt ko'p. Akkaunt ochib boshqa bitta ko'taramanda keyin boshqa akkaunt ochib ketaman. Shunaqa qilib yurgandim. Tentativ. Tak. Durza tashab qo'yinglar, qabul qilaman. Meni gildiyamga qo'shilinglar, master bo'lish kerak. Ikkitasidan ham masterdan chiqqan bo'lishinglar kerak. Bu sezonda. Tak, 38 bo'ldi, yetib qolish kerak. Chunki bilasizlar, bizani gildiyada faqat ekspertlar bor. Barchasi meni akkauntim почти. Davlatning ham akkaunti bor, davlat o'zga ham uni akkaunti nomi. Qancha shunaqa. Tak. Mayda. Xo'p. Tushunarli. Men endi yuqoriga chiqishim kerakmi yo'q? To'xta, meni ideya kelib qoldi. Bunaqa qilamiz. Tak. Mana. To'xta. Endi bu yerga
yuqoriga chiqishim kerak. Menga endi oq daraxt kerak. Oddiy dub endi menga kerak emas. Oq daraxt kerak. Береза. Сок береза, глоток. Тишине послушать волю по тропинкам лес густой. Соловянский морозкой. O'zini bilmayman. O'zinglar to'g'rilab yozinglar. Taporim yo'q. Tosham yo'q. Tosh qazinglar. Тишине послушать волю по тропинкам лес густой. Соловянский bir narsa. Kirka. Bir uyni yasash uchun 3 qismga o'ylabman. Bitta uyni yasash uchun. To'da ko'proq video bo'ldi. 5% qoldi. 30 daqiqa bo'lgandan so'ng video tugaydi jigarlarim. Chunki videoni tugatmasam bo'lmaydi. Shu yerga sandiqdan qo'yib qo'yamiz, kerak bo'ladi. Sklad bo'ladi, sklad. Bizga tayoq kerak. Tayoq uchun daraxt kerak. Daraxt qayerda bor? Sandiqda bor. Sandiq qasam mana. Тишине послушать волю по тропинкам лес густой. Соловянский матушка земля и uxlash kerak. Buni olib pechga kirib, buni bu yerga qo'ysam bo'ladi-ku. Zakat degan zo'r bo'lib turibdi. Uxlay. Uxlasak bo'ladi. Necha kun yashayapman jigarlarim. Tajribasi yo'q ekan. Xo'p, mayli. To'da oq daraxt qazish uchun ketamiz endi. Ovoz eshitmayapti Minecraftda. Ana endi eshityapti. To'xtasa, astroq qo'yib, meni ovozim eshitilmay qolar. Уже o'rmonni yarmini chopib tashlabman. Bu yerda bilasizmi, daraxtlar juda ham ko'p bo'lib, to'g'ayday bo'lib o'sib turgan, to'g'ay. Bizlarda o'rmon mana shunaqa to'qaymi, nima deydi? O'shani bizlarda to'g'ay deydi, to'g'ay. Yalpoqcha. Bizning shevamiz yalpoqcha-da, shun sen anaqa boshqacharoq bo'lib eshityapti. O'zbek tiliga o'xshaydi. Bu yerda nimalar bor? Assalomu alaykum. Arlar ham bor ekan. Arlarni o'ldirmaymiz. Sholpoy kasalni olib, bunaqa narsa qilib tashlaymiz. Arlarni asal yetishtiramiz. Bu yerlar ham bosotdi-ku, nechta Payos. Payos. Tak. Bo'ri, menda suyak yo'qda bo'lmasa seni. Uy jonim, moshni. Meni zo'mini go'sh bor. Yo'q ekanda, bo'lmasa berardim. Tak, uch 1 daqiqa qoldimi nima? Tak, menimcha bu yetib qolish kerak. Yetmaydi. Bu daraxtni chopmaymiz, bu da ana bu yerga yana bitta asallarning uyi bor ekan. Asallarning uyi ko'p ekan bu yerda. Ovqat kerak menga. Hop. Tak. What the fuck, motherfucker? Sister brother. Man. Ay. Og'ridi jallat. Jallat og'ridi-ku. Qattiq og'ridi jallat. Buni bunaqa qilamiz-da. Ana, bo'ldi ketdik tamom. Ikkitagina biz vahshiymiz. Ana, yetadi.
uygacha suzib borsam, uyga ovqat pishirib olaman. Uy tunnelga kirib ko'rish kerak edi. Suv osti tunneli. What the fuck? Meni nechta daraxt bo'lib ketdi. Korchi bu tomonga anaqa ferma yasash kerak ekan. Korchi okalar xayrlashmasa bo'lmaydi, chunki uje meni ham vaqtim tugayapti. Uje anaqa nima desa bo'ladi. Yarim soat. Yana bitta video. Yarim soat tushirdim, yana bitta videoni okalar. Korchi okalar hammaga xayr deb qolaman. Uje 31 minut o'tib ketdi okalar. Keyingi videolarda uchrashguncha albatta davlat bilan yangi video chiqadi. Okalar xayr. Chao, bambino. Like, kommentariy, podpis, yoz bitinglar, bosinglar. Men sizlarga ishonaman, sizlarning qo'lingizdan keladi bu. Hammaga xayr, omad.